Shukurxon Mirzayevning 18 ga kirmagan kim bor qissasi o'tgan asrning 60-yillaridagi o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan sanaladi. Mazkur to'plamga O'zbekiston xalq yozuvchisi, iqtidorli adib Shukurxon Mirzayevning eng sara qissa va hikoyalar kiritildi. Ularda sevgi muhabbatning o'zgacha talqini, oshiqlik va ojizlik, matonat va razolat, inson ma'naviyati bilan bog'liq ijtimoiy va axloqiy masalalar bayon etiladi. Qissa 25 yoshli yozuvchiga o'zbek kitobxonlari orasida katta shuhrat keltiradi. Ushbu mashhur muhabbat qissasini o'qimagan, Jilla Qursa nomini eshitmagan yigit qiz kam topiladi. Muhabbat, oqibat, andisha va qismat, hayotga intilish va yoshlar muammolariga bag'ishlangan bu qissa mana deyarli yarim asrdan buyon yoshlar tomonidan sevib o'qiladi. Yuksak badiiy asar haqqoniy hayotiy aksidir. Shuning uchun ham o'quvchi unda o'zini topadi, o'zining aksini ko'radi, hayajonlanadi, quvonadi, yig'laydi, iztirobga tushadi. Bir so'z bilan aytganda, asar qahramonlari bilan yashaydi. Taniqli yozuvchi Shukurxon Mirzayevning ushbu qissasi o'quvchi qalbiga ana shu tarzda kirib boradi. Asarda avval qahramonlarning bolalik beg'ubor yillar, ularning hayotdagi o'zgarishlar ko'rsatiladi. Voqealar rivojida biz ularning o'quvchilik yillariga, o'smirlikdagi muammolariga guvoh bo'lamiz. Qahramonlarimizning shoshilib, o'ylamasdan qaror qabul qilishi, kichik fikr-chiqirlarda ham favqulodda muammo yasashi bilan bizga 16-17 yosh pallalarimizni eslatib yuboradi. Asar so'ngida mavhum yakunlanadi. Fikrimcha, muallif xulosani o'quvchi ixtiyoriga qoldirgan. Qahramonlarimizning ulg'ayib, hayotni past-balandligini ko'rib, jiddiyroq o'ylab, to'g'ri tanlov qilsa ajab emas.